Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, assolatu vassalamu ala rasulillah. Robbimiz Alloh taologa beadad hamd va sanolar, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga durud va salavotlarimiz bo'lsin. Alloh taolo barchalarimizni bugungi oy Rabius Soni payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning tavallud oylaridan keyingi birinchi oyni, birinchi kunlarni Alloh taolo fazilatli va barakotli bo'lmog'ini Robbim nasib qilib, Alloh taolo hammalarimizga yaxshilik, fazilatlar va in'omlarni Robbim nasib qilsin inshaalloh. Kechagina Mavlud oyini boshlagandik. Bugun yangi oyning avvali. Alloh taolo fazilat bersin, hammalarimizni sog' va salomatlikda yetkazsin, Ramazonga ham yaqin qolyapti inshaalloh. Alloh taolo hammalarimizni Ramazonda salomat birgalashib, iymonlashib, didorlashib, ibodatlar qilmog'imizni Robbim nasib qilib, tez o'tib borayotgan kunlarda mazmunli va maqsadli, salohiyatli ibodatlar qilishlik va go'zal narsalar bilan mashg'ul bo'lishlikni Robbim hammalarimizga nasib aylasin inshaalloh. Alloh taoloni o'zi har birlarimizni yaxshiliklar bilan siylasin. Inson bugun holu hayotda umr guzaronlik qiladi. O'sha umr davomida inson o'ziga katta baho bermasin. Alhamdulillah, inson mukarram, aziz, Alloh uni fazilatli qilgan, Alloh uni barakali qilgan, Alloh uni dunyo va oxiratda siylagan. Inson zoti lekin o'zi qilayotgan ishlaridan kibrga bormasin. Chunki inson uchun kibr qilishlik, o'zi olib borayotgan faoliyatni yuksak bahoda baholash u juda qiyin. U juda muammoli. Masalan, bir usta bor. Alloh taolo unga yaxshilik berdi. U sohaning mutaxassislaridan. Alloh unga yaxshilik berdi. Allohning o'zi ilhomlantirdi. Alloh uni aziz qilib qo'ydi. Uning ishi, uning faoliyati go'zal. Uni qilayotgan ishini boshqalar qila olmas. Lekin inson o'ziga o'zi katta baho bermasin. Bir bolakay do'konga kirganda do'konchidan telefon so'radi. Telefoningizni berib turing dedi menga. Telefonni so'ragandan keyin qo'ng'iroq qildi-da, so'radi. Assalomu alaykum. Xo'p. Sizlarning uylaringiz falon joyda, Stanfordda. Ha? Sizlarning uylaringizga bog'bon kerakmi? dedi. U ayol aytdi. Bizni bog'bonimiz bor. Undan necha soat ishlayotgan bo'lsa, undan yana 2 soat ko'proq ishlab beraman. Uni to'layotgan oyligiga men ham ishlab beraman dedi. Ya'ni 2 soat ko'p ishlayman dedi. Aytdiki, yo'q, bog'bonimizdan mamnunmiz. Juda go'zal, juda ajoyib. Aytgan ishimizni qiladi. Bog'i ham juda go'zal. Sohasining mutaxassislaridan. Bog'bonga bergan pulingizni yarmiga ishlab beraman. Shu bilan birgalikda 2 soat ko'p ham ishlab beraman. Va shu bilan birgalikda bog'dagi yo'laklarni supuruvchi supurmaydi, men o'zim supuraman. Bog'bon bo'lmay o'zim supuraman dedi. U aytdiki, yo'q, men sizni ishga ola olmayman. Chunki u bog'bonimiz necha yildan beri ishlaydi. Biz uni taniymiz, o'zimiz yaxshi ko'ramiz. Iltimos qilaman dedi, meni ishga oling dedi. Sizni bog'ingiz Stanforddagi eng chiroyli va go'zal bog'ga aylantirib beraman dedi. U ayol aytdiki, yo'q, bog'bonga hojatimiz yo'q. Bog'bonimiz yaxshi. Bog'bonimizdan mamnunmiz dedi-da, go'shakni qo'ydi. Bu gapni eshitgan do'konchi aytdiki, birodar, sen o'zi yosh yigit bo'lsang, qo'lingdan hamma narsa kelsa, yalinib buncha yarim oylikka, yarim pulga ishlab nima qilasan? Men senga o'zim ish beraman. Sen bir salohiyatli, go'zal, o'zingni ko'rsatgan bir odobli bola ekansan dedi. Men o'zim senga ish beraman deganda, yo'q dedi. Menga ish kerak emas dedi. Sen nega bo'lmasa mendan telefon olib, u bilan yalinyapsan, unga yalinyapsan dedi. Yo'q aslida dedi. Aslida ularning uyidagi bog'bon menman dedi. Men
ulardagi men haqimdagi fikrlari va meni olib borayotgan ishim qanday o'rinda turganligini men aniqlab oldim dedi. Aslida dedi, men o'shalarning uyida bog'bon bo'lib ishlayapman, meni ishim bor, oylik haqqim yaxshi, o'zimga yetarli. Lekin men ularning oldida qanday qadr va qiymatim borligini aniqlab oldim dedi. Shuning uchun birodar, Alloh taolo fazilat bersin, yaxshilik bersin, sun'iy qadr hech kimga kerak emas. Shuning uchun Alloh taolodan yaxshilik so'rab, har bir narsani qalbdan, dildan, chin dildan qilishlik islom millatining qoidalaridan. Alloh subhanahu va taolo payg'ambar sallallohu alayhi va sallam orqali nima dedi? La yanzurullohu ila suwarikum va amwalikum va auladikum, walakinna yanzurullohu ila qulubikum va a'malikum. Ey bandalar, Alloh taolo sizlarning suratlaringizga qaramaydi. Sizlarning mol va davlatlaringizga Alloh qaramaydi. Sizlarning nasablaringizga Alloh qaramaydi. Chunki bularning egasi kim? Alloh. Qaysi nasabdan ekanligimizni tanlash huquqi bormi bizda? Masalan, biz mana keyingi keladigan zurriyot falonchayevlar oilasidan bo'ladi. Tanlash huquqi bormi insonda? Yo'q. Alloh taolo iroda qildi bizni qaysi nasabda dunyoga kelishligimizni. Rangimizni qanaqaligini tanlash huquqi bormi bizda? Boshimiz qanaqaligi, quloqimizni qanaqaligi, ko'zimizning rangini tanlash imkoniyati bormi? Yo'q. Ularni Alloh berdi. Xuddi shuningdek farzandni ham, mol va davlatni ham Alloh berdi. Alloh o'zi bergan narsalarga qaramaydi. Bugun gerdayamiz, bugun kerilamiz, bugun kibrga beramiz, bugun manmanlik qilamiz. Nega? Alloh bergan narsalardan. Alloh boylik bergan bo'lsa, men ishlab topdim deydi. Birovning oldidan kibr qilib o'tadi. Boshini baland, oyog'ini yerga qattiq urib o'tadi. Yo'q birodar, o'zingizga keling, o'zingizga bog'liq bo'lmagan narsalar bilan nima uchun siz kibr qilasiz? Alloh taolo nima deyapti? Men bandamni qalbiga qarayman va qilayotgan amallariga qarayman deyapti. Shuning uchun bugun qalbning mohiyati bizga muhim. Qalbingizga quloq tuting. Qalbingiz qaysi holatda turibdi? Shuning uchun payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytibdilar: "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi." Imom Buxoriy va Imom Muslimlardan rivoyat qilgan hadisda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam nima deyaptilar? Qachoniki inson mukammal mu'min bo'ladi? Qachon mu'min bo'ladi? O'zi yaxshi ko'rgan narsani birodariga ravo ko'rmagunicha mu'min bo'la olmaydi dedilar. Bizni mu'minlikka bugun da'voyimiz bor. Mu'minman deymiz. Alhamdulillah musulmonman deymiz. Falon yili hajga, falon yili umraga borganmiz. Birodar, bir yaxshi ko'rgan, qalbdan yaxshi ko'rgan narsangizni bir ihson qilib ko'ring. Holat qanday bo'ladi? Alloh taoloning o'zi fazilat bersin. Ali radhiyallohu anhu Fatima so'radilar: "Ey Ali, men homiladorman, anor yegim kelyapti" dedilar.